Xudo xolasa Surxondaryoda mana shu 70 ta qo'chqorimiz, hisorlarimiz sotiladi. 100 ga 100 simjon qo'chqorlar bemalol past raqamlar qoldiramiz, aloqaga chiqishlari mumkin. Qiziqqan aka-ukalarimizga 70 ta qo'chqor dona-dona ham sotamiz, optim bir joyga ham sotamiz. Agar optim oladigan aka-ukalarga O'zbekistonning 12 ta viloyatiga dastavkasi tekin. Narxlari 7 milliondan 15 million so'mgacha. Bilan olib tasini ushlab ko'rsatadi. Bitasini ushlang polvon, birontasini liboyni ushlang arkar. Bunaqada tayoq berib liboyni ushlab bitasini. Tayoq cho'pon tayoqni bering arkar, liboyni biron ushlang, qiziqqan aka-ukalar bir maza qilsin, bir qo'chqorni buni 70 tani ichidan liboyni ushlangani. Qaysisiga yo'qyapti? Liboyni ushlang. Hozir qaytarman endi. Ana shunisini ushlang arkar. Zo'rni ushlang, bitta udarni ushlang aka. Xohlaganingizni ushlang mayli mana aka. O'yqonga mana o'zi bular qo'sh kerak, sog'liq mavsumi keldi hozir bularni. Vahshiy qo'ylarni ajali ko'chaga chiqdi deydi-ku qo'chqorlarni. Ajallarda bular. Zotga vahshiy 100 ga 100 o'qiydigan qo'chqorlar. Arkar biron liboyni ushlang, bir muxlislar bir ko'rsin-da endi, bir ishonsin-da endi bir. So'z isboti bilan deydi-ku. Liboyni biron oldini qaytarib ushlang, yana ana molga ehtiyot bo'ling. Mana qo'ylarimiz kattaligi buni ho'kkicha bo'yapti. Jasati buni ho'kkicha. Ho'kkiz bo'yi ham 1.10, 1.20 chiqsa kerak. Qo'chqorlarimiz bo'ylari 1 metr 90, 80, 85. Arkar biron ushlang. Ushlatadi. Liboyni biron ushlang. Bu tishini bir ko'rsin muxlislar. Qo'ylarimizni ushlatmayapti mana. Syomkada. Qo'chqorlarimizni ushlab bo'lmayapti. Muxlislarga tishini ko'rsatmoqchi edik. Past raqamlarni qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqinglar. Shak chori qo'chqorlar. 100 ga 100. Arkar bir kiyimdagi bir ushlang, bir muxlislar bir ko'rsin. Xalq qarab turibdi sizga arkar. Liboyni bironi bostiring bismillah deb. Yomon dikki ekanda bular tog'da yuribdi-da bular mana. Avstraliya bu yoqda manzara, bomba atmosfera. Pagoda ham yevro bo'lib turibdi. Hisor qo'chqorlar qarang. Oh. Elite mana. Chista 100 ga 100. Qo'chqorni ushlaymiz deyapti, qo'chqor ushlatmayapti. Davay arkar, davay. Davay bosing. Ushlanmadi mana. Boshqasini ushlang bo'lmasa. Qo'chqorlarni ushlaymiz deyapti, ushlatmayapti mana. Liboyni ushlangan arkare muxlislar qarab turibdi, nima ey? Zip o'zingiz urmaysizmi? 100 ga 100 hisor xudo xolasa. Liboyni ushlangan arkar. Mana elita giganchalar mana. Oh. Mashalloh deb bitta yozib ketsalaringiz ham bo'ladi. Simba ey. Qo'chqorlar o'ynoqlashini qarang. Bo'ldi, buni bir chikan Ushlab bo'lmayapti alqissa qo'chqorlar. Biroq ham ushlab bo'lmayapti. O't mana xudo xolasa dahshat. Ko'k deyib o'ynoqlayapti qo'chqorlar. Bir yer ham yemagan qo'chqorlar. Lekin bittasini ushlab bo'lmayapti bular. Oh. Mana qiziqqan aka-ukalarni qarang. Qo'chqorlarni, qo'zi qo'chqorlar, shak chori. 70 ta ya. Pulim o'zimda pulim bo'lgan hammasini bir joyga bitta bostirib fermaga qo'yib yuborib boqaydigan joyida. Chorvalar hisori qo'chqor so'ragan aka-ukalarga bitta jo'natmasak bo'lmaydi bu. Telegramdan, YouTubedan, Instagramdan bomba qilmasak bo'lmaydi bular. Buni qo'ylarni kattaligi sigircha bo'lyapti, sigir.